Kimning uyida mana shunday kasetalar bor? Kimning uyida mana shunday kasetalarga to'ylari va esda qolarli shirin xotiralar yozilgan bo'lsa, unday bo'lsa sizlarga tasvir o'sh mana shunday fleshkalarga tez va sifatli ko'chirib berishadi. Odatda ko'pchilik uyida shunaqangi DVD disklar saqlanib qolgan, ko'pchilik chizilib ketgan va shularni ko'rgan imkoniyati bo'lmaganlarga biz bularda shu o'zini spreylardan foydalangan holatda kichkina texnologiyalari bor. Shularni sifatli qilib USB flesh kartalarga ko'chirib beramiz. 2026-yilda turmush quradigan yoshlarimiz uchun tasvir o'sh sizlarni to'yingizni zamonaviy bo'lgan texnikalar bilan chiroyli qilib o'tkazib beradi. Tasvir o'shda ko'p yillardan beri yuqori malakali bo'lgan videograflar va fotograflar ishlaydi. Ayol kishi operator xohlovchilar uchun ayol kishilar ham bor va mana shunday chiroyli albomlar ham qilib berishadi. Tasvir o'sh video studiyasi 20 yilga tajribasiga asoslanib, ko'plagan O'shdagi va boshqa viloyatlardagi xonadonlarda yaxshi kunlarda xizmatda bo'lishga harakat qildik va 2026-yilda ham bizga ishonib topshirilgan xizmatlarni chiroyli va sifatli tarzda bajarib berishga harakat qilamiz. Hurmatli opa-singillarimiz, kasetalaringizni taksi orqali berib yuborsanglar ham bo'ladi. Tasvir o'sh adresi Alisher Navoiy, nechi? 187.